Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari va qadrli tinglovchilar. Bugungi hikoyamizning nomi bir og'iz so'z bo'lib, mana shu bir og'iz so'z tagida nimalar yotganligi haqida bo'lib o'tadi. Hikoyadagi voqealar aslida realmi, norealmi? Bunisini siz bilan birgalikda bilib olamiz. Bir og'iz so'z. Tushdan keyin ijrokom raisi Soatovning oshqozoni yana og'ridi. Go'yo ichiga kirpitikan kirib olgan-u, oshqozonini allaqachon yeb bitirib, endi ichak-chavoqlarini kemirayotgandek. Soatov ixrab, hayhotdek kabinetda bukchaygancha nari-beri yura boshladi. Ketvoray desa, yarim soatdan so'ng majlis chaqirib qo'ygan. Shkafdan dori olib ichdi. Divonga qiyshayib yonboshladi. 5-10 daqiqa o'tgach, og'riq picha pasayib, ko'z o'ngi yorishgandek bo'ldi. Soatov bu shifobaxsh lahzalarni shu tobda hech narsaga almashmas edi. Faqat hozir kimdir kirib, oromidan ayirishidan, balodan qo'rqqandek qo'rqardi. Kotibaga inson zotini kiritma deb tayinlab qo'ymoqchi bo'ldi-yu, biroq nazarida o'rnidan tursa, og'riq yana qo'zg'alib ketadigandek tuyulib, g'ujanak bo'lib o'tirgancha mizg'iyverdi. Oradan qancha vaqt o'tdi? 5 minutmi? 5 soatmi? Bilmaydi. Bir payt alla narsaning taraqlab ketganidan seskanib ko'z ochdi. Ola ta'sir shovqin qabulxonadan eshitilardi. Soatov ijirg'anib yuzini burishtirdi. U bilan birga jindek mizg'igan kirpitgan ham uyg'onib, yeb to'ymas. O'tkir tishlarini tag'in ishga solgan edi. Kabinetga bir-birini surgandek bo'lib 2 kishi kirdi. Odamning qattiq jahli chiqsa, aft ongori ham butkul o'zgarib ketar ekan. Soatov ularni arang tanidi. 2 ko'z, taqa mo'ylov daroz yigit. Yo'l qurilishi bo'limining boshlig'i Mannob Abdurahimov. Bunisi o'zining qo'lida ishlaydigan, 2 yil avval universitetni bitirib kelgan Obid degan mahmudona bola. Yana ne balo bo'ldi ekan deb o'yladi Soatov qornini changallagancha joyida o'tirar ekan. Nega meni oldirdingiz? Deya lablari gezarib so'radi Obid. U qip-qizarib ketgan, mana hozir yig'lab yuborgudek bir alpozda titrab turar edi. Soatov uni qachon, nega aldaganini eslay olmaydi. Aytmoqchi, bu o'zi bir haftadan beri ishda ko'rinmaydi-yu, nimaga bunday o'dag'aylayapti? Asli boshida o'zidan o'tgan. Butun rayonni zir titratgan odam shu mushtday bolani bukib ololmadi. Soatovga uning hech kimdan gap tap tortmasligi, qandaydir g'alati gap so'zlari, hatto ba'zan men oblastning vakiliman deb uncha-muncha ishdan bo'yin tovlashlari ham maroqli tuyular. Shu bois so'nggi marta deb qayta-qayta bir qoshiq qonidan kechar edi. Obid tabiat va tarix yodgorliklarini qo'riqlash bo'yicha inspektor edi. Bu ham Soatovning kulgisini qistardi. Ha, bu yer Samarqand Buxoromidiki, yodgorlik qo'riqlasang. 4 tomon qir adiru tog'u tosh. Kimga zarur? Sen nima deysan? Dedi u Obidning gapini eshitmagandek Mannobga yuzlanib. Mannob endi og'iz juftlagan edi. Obid birdan alam bilan chiyilladi. Yo'q, oldin mening arzimni eshiting. Bu qanaqasi? Meni aldab lavlagiga jo'natdingiz. Tepaga hech kim tegmaydi deb va'da beruvdingiz. Mana bu akam bo'lsa, buldozerni tirab turibdi. Nega meni aldadingiz? Soatov shundagina uni o'tgan hafta G'alaba kolxoziga lavlagi yo'layotgan hasharchilar oldiga vakil qilib yuborganini esladi. G'irt jinni ekan-ki buningiz, dedi Mannob vishillab. Buldozerning oldiga yotib olibdi. Ertalabdan beri ish to'xtab qolgan.
Tag'in ham buldozerchi insofli bo'ling. Men o'zim bo'lganimda tepa-mepasiga qo'shib surib tashlardim. Surib bo'psan. Tag'in o'zingni surib ketmagin, deb qichqirdi Obid bo'ynini cho'zib. Ey, irg'ishlama-ye. Seni o'sha yerga qilib qo'ygandan o'rgildim, dedi Mannob o'dag'aylab. Obid ham jo'jaxo'rozdek sapchib turdi. Soatov uning bilagidan tortib, Mannobga xo'mraydi. Qani, kekirdagingga zo'r bermay joyingga o'tirlaringchi. Ko'rmaysizmi? Dedi Mannob birdan past tushib. Ko'raman, dedi Soatov jahl bilan. Shu idoradan axir bir kun o'ligimni sudrab olib chiqsalaringda, g'avg'o ustiga g'avg'o, janjal ustiga janjal, bilmayman. Onalaring kaltakka boshqonog'i bo'lganmi? Xo'sh, nima gap? Negadir Mannob ham, Obid ham jim bo'lib qoldi. Soatovning ahvol ruhiyasi birdaniga ularni o'ng'aysiz vaziyatga solib qo'ygan edi. Ha, gapirlaring endi. Ko'rmaysizmi? Deb takrorladi Mannob. Men ertalab oblusga ketuvdim. Tushlikka yaqin qaytib kelsam, Bodomtepada qiy-chuv to'polon. Ish to'xtab qolgan. Buldozerchi xunob. Bu bo'lsa, tumonat odamni boshiga yig'ib olib, chuvvos solyapti. Hech gapga ko'nmaydi. Soatov uning gapini bo'lib Obiddan so'radi. Sen nega lavlagini tashlab bu yoqqa yuribsan? Lavlagini balo ham urgani yo'q, turibdi, deya qo'l siltadi Obid cho'zinchoq yuzlariga qon tepib. 1000 yillik tarix vayron bo'lib ketyapti-yu, siz lavlagi deysiz. Nega meni aldadingiz? Qachon aldadim? To'tiqushga o'xshab nuqul. Soatov qornidagi og'riqni ham, jahlini ham arang bosib, murosa ohangida gapira boshladi. Hoy uka, yosh bolamisan? Biz hammamiz yo'lni bayramgacha bitiramiz deb o'lib tirilib yotsak-ku, sen bunaqa qilib uyat. Nega uyat bo'larkan? Dedi Obid pinagini buzmay. Xalqining tarixini yakson qildirayotgan mana bunga uyat, bildingizmi? Agar shuning yonini olsangiz, sizga uyat, bildingizmi? Soatov daf'atan dovdirab qoldi. Buning avlodida lo'li yo'q edi shekilli. Menga qara, dedi u og'ir hansirab. Shu yo'l la'nati bitta menga kerakmi? Faqat mana bunga kerakmi? Hovlimning yarmi yo'lga tushib buzilib ketdi. Churq etganim yo'q-ku, deb to'ng'illadi Mannob. Onam har kuni obidiyda qiladi. Xayriyat. Uy joyingdan biror qarich o'tib qolmagani. Unda bilmadim, boshimizni urib yorarmiding? Axir nega tushunmaysizlar? deya bo'g'ilib qichqirdi Obid. Bodomtepani buzish mumkin emas. Galina opa nima devdi? Esingizdan chiqdimi? dedi u Soatovga yuzlanib. Bu joy hali rayoningizning faxri bo'lib qoladi, demaganmidim. Bu joyni ko'rishga hali butun dunyodan odamlar keladi, deganini o'z quloqingiz bilan eshitdingiz-ku, Normit aka. Butun dunyodan odam kelar bo'lsa, o'shalarga yo'l kerakmi axir? dedi Soatov bo'sh kelmay. O'sha Galina opang kelganda ham uyalib o'lganmiz, mashinasi tiqilib. Obid mix ustiga o'tirgandek betoqat tipirchilay boshladi. Normit aka, Mannob aka, nahot meni yo'lga qarshi deb o'ylasanglar? Yo'q, yo'l azobini mendan so'rang. Institutda o'qib yurganimizda ham egnimizda dazmollangan shim, avtostansiyagacha eshak minib tushardik axir. Lekin yo'lga Bodomtepadan boshqa joy qurib ketganmi? Nariroqdan olib o'tsa ham bo'ladi. Yer to'lib yotibdi-ku. To'lib yotganmish, dedi Mannob ko'zlari ola-kula bo'lib. Smetachi, pulchi, ortiqcha xarajatni katta xolamda olamanmi? Loyiha shunday, dedi Soatov kalendarga tikilib. U paytda bilmaganmizda Bodomtepaning bunaqa karomatini. Endi sal chetini qiyalab o'tib ketadi. Boshqa iloji yo'q. Bo'pti, kelishdik. Nimani kelishdik? Qanaqasiga kelishdik? Obid hushi uchib boshini changalladi. Axir u yoqda
Galina opa ekspeditsiya tayyorlab yotibdi-ku. Ko'klamda keladi. Qiziqmisiz Normat aka? Pachaklashib o'tiramizmi bu bilan? Dedi Mannob qo'lini paxsa qilib. Ulgura olmayman deb jonim halak bu bo'lsa, kecha o'rtoq Hamrayev ham chaqirib surishtirdilar. Ana, eshitdingmi uka? Dedi Soatov o'rnidan turib shkaf tomon yurarkan. Eshitdim, dedi Obid. Mayli, agar siz hal qilmasangiz, o'rtoq Hamrayevga ham kiraman. Bemalol. Soatov shkafdan boyagi dorisini qidirarkan, miyig'ida kulib qo'ydi. Normat aka, shoshmang, dedi Obid ham joyidan irg'ab. Sizda o'zi g'urur degan narsa bormi? Soatov shkaf eshigini qarsillatib yopgan tutaqib unga o'girildi. Yo'q, deb baqira ketdi u. G'ururni ham, aqlni ham, mahmadonagarchilikni ham senga yig'ib bergan. Hammasini faqat sen bilasan. Hoy bola, yoshsan, orqa oldini o'ylab gapir. Tilingdan toyib ketma tag'in. Indamasa juda nega jahlingiz chiqadi? Dedi Obid tap tortmay. Mayli, men hech baloni bilmay qo'ya qolay. Lekin Galina opa bir narsani bilar. Akademik Pugachenkova bilar. Axir u ertandan kelib qolsa, nima deymiz? Qolganini kovlasa ham, u qanchaga yetadi, deb iljaydi Mannob. Nima derdik? Shunday ahvol deymizda. Soatov choynak tagidagi choyni piyolaga sirqitib qo'ydi. U senday nodon bo'lmasa kerak. Sharoitimizni tushunar. Qolaversa, men uning aspiranti edimmiki, qo'rqsam. Obidning tovushi tovlanib, endi yalinishga tushdi. Normat aka, meni aspirantligimni qo'ying. Lekin o'zingiz o'ylang, axir bu tepalarning tagida hali kim bilsin, ne xazinalar bor ekan. Tilla nima qiladi bu yerda? Deb qo'l siltadi Mannob ensasi qotib. Nodon odamsiz, Mannob aka, dedi Obid afsus bilan bosh chayqab. Kim nodon? Bo'lmasa, shunday dermidingiz, dedi Obid achinib. Bo'lmasa, tilloda ming million barobar qimmat xazinalar borligini tushunardingiz. Bilmayman. Bu bizning odamlar arxeologdan tilla qidiryapsizmi deb so'rashni bas qiladigan kunlar qachon kelar ekan? Soatov uning jimib qolganini ko'rib, gapni yakunladi. Bo'pti bo'lmasa. Shoshmang, dedi Obid Jonsirang alanglab. Jon Normat aka, sizdan shu paytgacha biror narsa so'ragan emasmi? Iltimos, bir og'iz so'zingiz. Yo'q demang. Yo'lni shundoq 500 metrcha naridan o'tkazsa bo'ladi-ku. Meni turmaga tiqmoqchimi bu? Deb ayyuhannas soldi Mannob. Qamoqda chiritmoqchi. Hoy, ikki quloqing bilan eshitib ol. 0,5 santimetr ham burmayman. Tushundingmi? Obid hamon Soatovga umidvor termilib turardi. Bu tepalarning ustida muqanna yigitlari bilan gulxan yoqqan Normat aka. Hayoqqan bo'lsa yoqqandir, dedi Soatov horg'in. Nima qilay? Sen bolaga hayronman o'zi. To'ppa tuzuk odamga o'xshaysan u. Qayoqdagi kul tepalarga yopishib qo'ygansan. Ha durust. Ilgari shundoq bo'lsa bo'lgandir. Men bir narsa deyotganim yo'q. Lekin nega bugungi qilayotgan ishlarimizni shundoq bir tanangga o'ylab ko'rmaysan? Ana, o'zing aytding boya. Studentligimda ham eshak minib loyga botib yurardim deding. Ana shundoq xarob 5 qashqangni shahar qilyapmiz. Toshkentning naq o'zi bo'ladi. Ana, bu Shuvarda Nur stansiya quryapmiz. Bitsin, ko'rasan. Rayonimiz butun Soyuzda yagona bo'lib qoladi. To'g'ri, dedi Obid shosha-pisha bosh irg'ab. Bilaman, zo'r ishlar bo'lyapti. Ammo hali Bodomtepa butun jahonga yagona bo'lib qolishi mumkin. Tangalarni ko'rdingiz-ku axir. Ha, dedi Soatov bepisand. Vahimang olamni buzadi. Chiqqani 20 ta mistanga bo'ldi. U ham qalbaki ekan. Ana shunisi qiziqdi, dedi Obid hovliqib. Bilasizmi, bu nimani bildiradi? Galina opaning taxminicha 10 asr burun bu yerda
ulkan bir shahar joylashgan. Hatto soxta pul ham yasaydigan, keyin, demak, o'ziga yarasha rivojlangan madaniyati ham bo'lgan. Truddagi maqolani ham ko'rsatuvdim-ku. Esingizdami? Ajabmas. Mana u tepalardan lop etib, Dalvarzin tepadagidek noyob xazinalar chiqib qolsa. Galina opa bilmasa, bir ishga kirishmaydi-ku. Soatov shlyapasini kiydi. 5 minutdan so'ng majlis boshlandi. Xo'p, ishondik, dedi u. Mayli. Yana bir o'ylab ko'rarmiz. Bunday qayoqqa bo'g'ishishni bas qilinglar-da, ishlaringga boringlar. Normat aka, dedi Mannob angrayib. Sen buldozeringni hozir Damariqqa yubor. 2 soatlik ish bor. Suv toshib, maktabning ko'mirxonasiga urib ketibdi. Men ungacha bir maslahatlashaychi. Mannob bilan Obid Soatovning huzuridan chala raqib, chala do'st bo'lib chiqib ketdilar. Soatovning shu bo'yi ishi ham, miyasi ham qaynab ketdi. Kechqurun 11:30da darvozasi oldida mashinadan tushayotganidagina birdan yo'l mojarosini xotirladi. Bu to'g'rida hech bir o'ylamaganini esladi. Esladi-yu, endi baribir biror narsani o'zgartirish mushkul ekanini ham e'tirof etdi. Kechasi allavaqtgacha uyqusi kelmadi. Oshqozoni tag'in og'ridi. Qop-qorong'i shifga tikilib yotarkan, negadir Obid yodiga tushib g'ashib keldi. Bir og'iz so'zingiz, deydi. Hey, nodon bola, bilmaydiki, bir og'iz so'z uchun 1000 og'iz mulohaza darkor. Ertalab ishga kelib, yo'lakdan ichkariga kirayotganida, har kungi odati bo'yicha rayon yangiliklari degan lavha bitilgan oynaband taxtaga ko'z tashlab o'tdi. Taxtaning qoq o'rtasida qizil siyoh bilan yozilgan qandaydir e'lon turibdi. Noyob topilma. Rayonimizdagi Bodomtepa tepaligidan yaqinda arxeologik qazuvlar vaqtida bir qancha qimmatli buyumlar topildi. Ular orasida sopol ko'za ichidan chiqqan mis tangalar ayniqsa diqqatga sazovordir. Akademik Pugachenkovaning aniqlashicha, bu tangalar Somoniylar sulolasiga mansub bo'lib, 10-asrda zarb etilgan. Qizig'i shundaki, tekshirishlar ularning qalbaki ekanini ko'rsatdi. Tangalarda ularning Kavardak degan joyda zarb qilingani haqida belgi bor. Kavardak esa rayonimiz territoriyasidagi Kavardon qishlog'ining qadimgi nomidir. Bu topilma xususida Trud gazetasi ham maqola bosib chiqargan. So'ng pastroqqa gazetadan qirqib olingan Falshemenchovchik iz 9 veka degan shapaloqdek maqola yopishtirilgan edi. O'ng tomonda esa qop-qorayib ketgan ko'hna bir tanga oq surubga qadalib, taxtaga ilib qo'yilgan. Uning tagidagi izoh hammasidan ham o'tib tushgan edi. Mana o'sha tangalardan biri. Bodomtepadan 10 asr burun yashagan qallob kimsalar taqdiri ne kechgani bizga qorong'u. Ammo ularning qalbaki ishi mana 1000 yildan keyin ham ochilib turibdi. Demak, qing'ir ishning qiyig'i 40 yil emas, 1000 yildan keyin ham bilinar ekan. Ha, soxta so'z, yolg'on ish baribir qachondir fosh bo'lmay iloji yo'q. Bu nomaya amallar tagida esa ko'k siyoh bilan ingichka qilib Obid Jumayev deb imzo qo'yilgan edi. Soatov Obidning o'zidek qiltiriq harflariga andak tikilib turdi. Avval kulgusi qistadi, so'ng go'yo kimdir pisanda qilayotgandek tuyulib, achchig'i chiqdi. Zumrashay, indamasang boshqa chiqib oladi. Hoziroq oldirtirib tashlash kerak deya ko'ngliga tukkancha shtab bilan yurib ichkariga kirdi. Qabulxonada uni 15 chog'li odam kutib turardi. Bari arzgo'y.
Soatovning hushi uchdi. Biroq endi joyiga o'tirishi bilan telefon jiringladi. Obkomning yangi sekretari o'rtoq Valiyev bir guruh olimlar bilan birga Nur stansiyasini ko'rgani kelmoqda edi. Soatov arzgo'ylarni muoviniga ro'para qildi-da, apil-tapil shlyapasini kiyib chiqib ketdi. Nur stansiyasidan tushgan, keyin qaytib kelishdi. Valiyev xursand, shu bois rahbarlarning ham kayfiyati chog' edi. Stansiyadagi ishlar ko'ngildagidek bormoqda. Rai-ijrokom oldida mashinalardan tushilgach, Soatov ularni ichkari boshladi. Valiyev Moskvadan kelgan oq soch, qora qosh keksa akademikni qo'ltiqlab olgan. Nimadir asta gapirib kelar edi. "Qani, marhamat", dedi Soatov zinapoyaga yetgach, ortiga qayrilib farrangi quv uchib ketdi. Valiyev rayon yangiliklari taxtasiga tikilib turardi. "O, yaramas obid", dedi Soatov xayolan chapagini chalib. "Sharmanda qilding-ku, xumgazak." Valiyev ko'zoynagini taqib, taxtadagi yozuvlarga bir sidra ko'z yugurtirgach, Obidning ijodini o'qiy boshladi va qoshlari chimirildi. Soatov endi Obidni emas, parishonligi uchun o'zini la'natlardi. Valiyev taxtadan nigohini uzib, birdan jilmaydi. "Buni qarang, Yan Borisovich", deya hamrohining tirsagidan tutdi-da, o'qiganlarini unga tarjima qilib berdi. Yan Borisovich kulib-kulib bosh irg'ab keshitdi. Gazeta maqolasini o'qib chiqqach, "Antiqa agitka bo'pti", dedi. Soatovning yuziga qon yugurdi. Mehmonlar 15 minutcha to'xtab, nafas rostlagach, hamma qo'shni rayonga jo'nadi. Oblast qishloq xo'jalik xodimlarining kengashini o'sha yerda o'tkazish belgilangan edi. Soatov ham Gazikda izma-iz yo'lga tushdi. Hamma qo'shni rayonga. Kengash ular yetib kelishi bilanoq boshlandi. Birinchi bo'lib minbarga Valiyev chiqdi. "Biz hozirgina qo'shni rayondan kelyapmiz", deya so'z boshladi u shoshilmay. Soatovning yuragi negadir shuv etib ketdi. Chorva masalasi ham, g'alla-yu poliz masalasi ham yomon emas. Ammo ma'lumki yomon emas degani yaxshi degani ham emas-da. Biz u yerda ko'p ma'qul ishlarni ko'rdik. Ammo men hozir bu rayonda xo'jalik sohasida erishilayotgan yutuqlar haqida emas, boshqa narsa to'g'risida bir og'iz gapirib o'tishni istardim. Jimjit zal battar sukunatga cho'mib, shiftdagi parraklarning shitirlab aylanishi ham baralla eshitila boshladi. "Bilasizlar, Bodomtepa degan mashhur bir joy bor. Shu yerda arxeologik qazuvlar natijasida qadimiy tangalar topilibdi. Bu tangalar 10-asrda zarb qilingan bo'lib, qalbaki ekan. Rayondagi o'rtoqlarning tarixiy yodgorliklarini ko'z qorachig'iday saqlashga intilishlari ibratli. Albatta. Lekin ular bu faktdan juda yaxshi ko'rgazmali qurol sifatida ham foydalanibdilar. Biz rayon yangiliklari degan taxtada shunday so'zlarni o'qidik." Valiyev cho'ntagidan yon daftarchasini olib, ko'zoynagini taqdi. Bodomtepada 10 asr burun yashagan qallob kimsalar taqdiri ne kechgani bizga qorong'i. Ammo ularning qalbaki ishi mana 1000 yildan keyin ham ochilib turibdi. Demak, qing'ir ishning qiyig'i 40 yil emas, 1000 yildan keyin ham bilinarkan. Ha, soxta so'z, yolg'on ish baribir qachondir fosh bo'lmay iloji yo'q. Valiyev yon daftarchasini yopib, suv qo'ygandek jimjit zalga nigoh tashladi. "Bu menimcha judayam topib aytilgan so'z, o'rtoqlar. Qani edi shunday so'zlarni har bir idoramizga osib qo'ysak-u, ularga hamisha amal qilsak." Qarsak yangradi.
Soatov ham qizarib bo'rtib chapakka qo'shilarkan, Lolu hayron edi. Qachon yozib olishga ulgurdi ekan? Qachon? Valiyev bejiz bunday muqaddima qilmagan ekan. Joylarda yuz berayotgan kamchiliklar, ko'z bo'yamachilik va soxtaliklar xususida qariyb 1 soat shunday kuyib yonib, qahr bilan gapirdiki, beixtiyor barchaning ko'nglidan hammasini bilarkan degan fikr o'tdi. Soatov endi majlisda qanday o'tirganini bilmasdi. Birov ustidan bir chelak suv quyib yuborgandek, muzu mulzam tortib borardi. Betoqat tipirchilab daqiqa sanarkan, Obidning kechagi iltijolari esiga tushar, bunga sari battar ich-etini yer edi. Bir og'iz so'zingiz deb shuncha elandi-ya. Bir og'iz so'z. Ulug'vor, qudratli so'z. Nega shu mandobning gapiga kirdi o'zi? Obid bechora shuncha chirqiradi-ya. Smeta loyiha emish. Ray ijrokom yangi binosining smetasi necha marta buzilgan edi? 5 martami? Soatovning peshonasidan ter chiqib ketdi. Hozir zudlik bilan Bodomtepaga borib, Obidni topish kerak. Yo'q, avval anavi mannob. Ishqilib u o'pkasi yo'q ishni rasvo qilgan bo'lmasin. Bu Obid qayerda ekan? Majlis tugadi. Tanish-bilishlar bir-bir kelib, Soatovni tabriklay boshladilar. Ammo uning qulog'iga gap kirmas. Rahmat, rahmat degancha atrofga olazarak alanglab, eshikni qidirar edi. Bir amallab tashqariga chiqib olgach, sheriklarini ham kutmasdan shofyorga hayda dedi. Uygami? Deb so'radi shofyor mudroq tovush bilan. Yo'q, Bodomtepaga, dedi Soatov sabrsiz ohangda. Tezroq bo'l. Joningni boricha hayda. Bir og'iz so'zingiz, dedi shofyor. Soatov unga yalt etib qaradi. Bu Obid qayerda ekan deb o'yladi yana. Obidning shu tobda ukasining samasvalida yaydoq adirlar aroq yuragi yorilguday bo'lib Toshkentga, Galina opaning huzuriga betoqat kelib ketayotganini Soatov bilmasdi. Mashina chiroqlarini yoqqancha guvillab borar, deraza oynasidan tashqariga tikilib o'tirgan Soatovga qorong'uda gungurzdek bo'lib ko'rinayotgan har bir adir, har bir tepaning tagida bir gap bordek tuyular edi. 1984-yil. Azizlar, hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bu hikoya nima haqida yozilgan, unda nimalar aks etgani va bu narsalarning bugungi, hozirgi hayotimizga qanday aloqasi borligi sizni ancha o'ylantirib qo'ygan va siz bu bir og'iz so'zning tagida qancha so'z yotganini bilib oldingiz. Kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing va albatta o'zingiz tinglaganingiz kabi o'zgalarga ham ulashib qo'yish yodingizdan chiqmasin.